Bu suratni oldi turishimizga, bu suratni chizilishiga, yaralish tarixiga keladigan bo'lsa 16-dekabr kuni barcha onalarni, qolaversa otalarni, butun millatni yig'latib ketgan Qobiljon xotirasiga bag'ishladik. Qolaversa ijodiy kechamiz davomida o'z ijodini, o'z mehrini, o'z qalbidagi tug'yonlarini bildirib ketgan Shahlo Nazar, Sherdekor barcha ijodkorlar, kontrast jamoasi shu suratni chizishga jazm qildik va Qobiljonni xotirasiga bag'ishlashga niyat qildik, ahd qildik. Bu suratga nima deb nom berasizlar degan joyda Dodar degan nom keldi, chunki Qobiljonning so'nggi so'zi shu bo'lgan. Dodar degani bu uka degan ma'noni bildiradi. Oxirgi so'zi uka bo'ldi. O'zini o'ylamadi o'sha payt. Butun ahli Tojikiston va hamdardi menamoyim az nomi san'atkoroni O'zbekiston Xudo sabr tiyat hamoton ba ahli oili Qobiljon ba Xudo sabr tiyat. Bahon O'zbek, Tojik, nafaqat O'zbek, Tojik, mo'l millatlar O'zbekiston ba yashash mumkin, lekin hammomon yelkama-yelka aka-uka barin zindagoni kadami biem Tojikiston ahlasham muhim ba xuddi aka-uka barin xoharu Dodar hasteton salomat bosheton. To hammaton sabr tiyat bas. Surat chizilib bitgunga qadar bir savol qiynadi bizani, ya'ni suratni nima qilamiz? Tojikistonga qanaqadir yo'llar bilan yetkazamizmi yoki o'zimizda olib qolamizmi degan savol bo'ldi. Sizlarning fikringiz biz uchun ham qiziq. این صورت چیکار کردن ما در کار اهل تاجیکستان مردم تاجیکستان از شما میپرسه فکراتون نویسید اهل آیلاشان به رایش کنیم یا که خداوند به گرفتمانیم فکراتون نویسید التماس Rahmat katta. Qobiljon hamma yodlash